Hidayatullah Oğuzxan baş minister bilan uchrashdi. 7-iyun çarşamba kuni Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullah Oğuzxan Turkiya baş ministri Binali Yildirim bilan Anqarada uchrashdi. 7-iyun çarşamba kuni Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullah Oğuzxan Türkiye baş ministri Binali Yildirim bilan Anqarada uchrashdi. Türkiye baş ministerligining uyushtirishi bilan Anqarada Turkiyaning o'xshamagan joylarida faoliyat qilayotgan bir qism cho'ng ijtimoiy jamiyat tashkilotlarining mas'ullari Anqarada jam bo'ldi va baş minister Binali Yildirim bilan iftar ziyofatida uchrashdi. Bu uchrashishga Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullah Oğuzxan taklif bilan qatnashdi va baş minister Binali Yildirim bilan uchrashdi. Egallanishicha Hidayatullah Oğuzxan bu uchrashishda Uyg'urlarga aloqador bir qancha turlik muhim talablarni yozib baş ministerga sungan. Baş ministerga sungan talablar tuvandekcha: 9 oydan buyon nazorat ostida turayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan masalasi, Turkiya ko'chmanlar ishlari idorasi tomonidan tutib turilayotgan yuzlarcha Uyg'urning qo'yib berilishi, Turkiyada yashayotgan 8 mingdan ortiq Uyg'urni vatandoshlikqa qabul qilishi, Xitoy doiralari tomonidan Sharqi Turkiston tutilgan Turkiya fuqarosi Uyg'urlarni qutuldirish masalalarini o'tirg'a qo'ygan. Hidayatullah Oğuzxanning bildirishicha, baş minister bu talablarga baş maslahatchisi orqali yaqindan ko'ngil bildirganligini bildirgan. Baş minister Binali Yildirim bu uchrashishda ijtimoiy jamiyat va tashkilotlarning ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundoq dedi: "Sizlarning g'ayrat ko'rsatishinglar orqali Turkiya 21-asrning umidlik davlatiga aylandi." Baş minister mundoq dedi: "Siyosatni bir dengizga o'xshatsak, ijtimoiy tashkilotlar bu dengizga suv bergan bir daryodir. Albatta ijtimoiy jamiyatlarning vazifasi faqat siyosatga hassa qo'shishdan iborat bo'lmasdan, balki xalq orasida texmi ko'p faoliyat ko'rsatish va o'xshamagan fikr ko'z qarashlarni paydo qilish." Baş minister Binali Yildirim so'zida yana mundoq dedi: "Bizning hukumatning davrida ijtimoiy jamiyat tashkilotlarini siyosatda xalqning ovozini ko'targan kuchli va aktiv bir organ deb qarab keldik. Bugun o'zaro birlikda baslagan qadamlarning natijasini ko'ryapmiz. Bu zalda o'tirgan yurki cho'ng, ko'ngil ko'ksi keng butun ijtimoiy tashkilot vakillariga tashakkur bildiraman. Turkiya mazlum uchun panohlik, musofirlar uchun hamroh, kasallarga shifo, dardlarga darmon bo'layotgan bir davlatdir. Turkiya sizlarning hassa qo'shishinglar bilan 21-asrning butun rayimsiz tarsoqlarga qarshi insonlar uchun bir umid ishki holga keldi."